shu savolimga javob bersinlar-chi. Hazrati Muhammad Mustafa buyukroqmi yoki Boyazidi Bistomiymi? Muhammad Mustafa butun payg'ambarlarning, barcha valilarning boshchisidir. Unday bo'lsa, nega janobi Rasululloh doim ey Robbim, biz seni senga munosib ilm ila taniy olmadik deb aytsalar, Boyazid Bistomiy meni ulug'langlar, chunki choponimning ichida Allohdan o'zgasi yo'q deb maqtanadi. Boyazid Bistomiy komil avliyolardandir. Biroq unga o'z maqomi ko'rsatilganda, u bundan g'ururlangan. Lekin Rasululloh esa har kuni 70 maqomdan o'tgan. O'tgan har bir maqomi avvalgisidan kichik ekanini ko'rgan. Avvalgilariga qanoat qilib mag'firat so'raganlar. O'zing mag'firat qil ey Robbim, biz seni senga munosib ilm ila taniy olmadik deganlar.